Pena utepletel yonadimi? To'g'ri, yonadi. Pena utepleteli bu ko'pchilik qo'rqadi sepishga bu mahsulotni. Bizda bunga yechim bor. Mana agnezashitamiz. Bu ham xuddi polinor mahsuloti. 1 litr 12 kvadrat ketadi. Bu purkamamizni sepganingizdan keyin oradan 1-2 daqiqa o'tgandan keyin bu purkamamizni sepsanglar, penamizni yonish xususiyati yo'qoladi. Talabga javob beradigan bo'ladi. Qo'rqmasdan uyidagi ishlatsanglar, sepsanglar bo'ladi mahsulotimizni. Shu mahsulotimizni sizlarga hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana agnezashitamizni hammani uyida bor bunaqa narsa oddiy. Shu baklashkaga quyib oldik. Hozir sizlarga sepib ko'rsatib beramiz. Yana keyin buni hozir ko'rsatib berishdan oldin sizlarga aytaman, mana hali mahsulotimiz yangi, yaqinda sepilgan mahsulot. Ko'ryapsizlar, qo'liga ham yo'qot, qotmagan. Qotmasdan oldin buni sepish kerak. Mana mahsulotimiz ustiga sepamiz. Shu agnezashitamiz sepdik. Mana sepilgan tarafimiz, sepilmagan tarafimiz. Hozir sizlarga yonish-yonmasligini ko'rsatib bermoqchimiz. Mana bu sepilmagan mahsulotimiz. Ko'ryapsizlar. Mana mahsulotimizni sepganimiz, yonmasligi, yong'inga qarshi mahsulotimiz. Ko'ryapsizlar, chirsillab ovoz chiqyapti-yu, lekin yonayotgani yo'q. Ko'rdinglarmi? Mana bemalol uylarga ishlatsanglar bo'ladi bu mahsulotimizni. Yong'indan qo'rqmanglar.